Bozorga borganingizda birodar, bir chekkaga o'tib turib, kuzatib turing-da odamlarni. Tomoshani keragi yo'q. Artistizmni keragi yo'q. Hiylagarlikni keragi yo'q. Prosta tomosha qilib turing-da, olayotganni ham, sotayotganni ham. Hammasi rol o'ynaydi. O'ynaganda ham zo'r o'ynaydi. Aka boshqa pul yo'q-da deydi. Narigi savdogar qaribpas, u ham bilib turibdi yolg'on gapirayotganini. U ham aytadi, "Uka, shu narxga kelganda" deydi. Tushunyapsizmi? 10 so'm oxirgi pulim aka deydi, narigi 20 so'mga beraman deydi, 15 ga kelishadi. Demak, shuni ustaki artistlarga kerak yo'q-da. Kuzatib ko'ring-da. Ana shu bozordagi odamlarning juda ko'pchiligi g'aflatda bo'ladi. Shuning uchun ana shu bozorda turib, g'aflat makonida turib Allohni zikr qilgan odamning martabasi ulug' bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana ma'sum duolar bor. Kim bozorga kirib turib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika la, lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qodir desa, falon ajrlar va'da qilingan. Qiyinmi? Oson, faqat esimizdan chiqib qoladi-da. To'g'ri, bozorda mana shu g'aflat uyida ham Allohni zikr qiladiganlar bor. Savdogarlar hammasini yomon demaymiz, lekin bunaqalar juda ham oz. Bozorda 5 soat bekor turish hech narsa emas. Oshnasining do'koniga borib o'tiradi, laqillab o'tiradi 5 soat. Lekin namozdan keyin hamma salom berib turib chiqib ketgandan keyin yarim soat o'tirishlik musibat. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, musulmon kishi masjidda o'zini suvdagi baliqdek his qiladi. Munofiq odam masjidda o'zini qafasdagi qushdek his qiladi. Qalbi masjidga bog'lagan kishi, qalbi bozorga bog'lagan kishi, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi.